Ra'no Yarashevani intervyularini oxirigacha ko'rib chiqqan inson sifatida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Men 12 yillik kelinman, 5 yil qaynonam bilan yashab, keyin alohida bo'lganmiz. Meni asabimga, jig'imga teggan narsa, erga tegmagan qizlar ayrimlari chiqib olib, men bo'lajagi qaynonaman, meni kelinim umuman menga xizmat qilish shart emas, menga osh-ovqat umuman qilish shart emas. Ertalab 12 da tursa ham mayli, o'g'limni qo'ynini olsin, meni erim bor, menga qaraydigan, meni erim bor deyotganlar. Iltimos, oldin erga teginglar-da. Er nima, qaynona nima, qaynota nima, oila nima va bir joyinglar og'rib farzand dunyoga keltiringlar-da. Keyin chiqib aql o'rgatinglar, iltimos. Nimaga sizlar qaynona bilan yashashi yosh erga tegmagan qizlarga bunaqa xunuk bir holat qilib ko'rsatyapsizlar, qaynonani bir ajdarhodek qilib ko'rsatyapsizlar. Haqinglar yo'q bunga. Nimaga qaynonani gapirishdan oldin o'zingizni oningizni qaynonani o'rniga qo'yib ko'rmaysiz? O'zingizni aka-ukangiz ham bordir, kelingiz bordir. O'sha kelingiz soat obedda 12 da turib, oningizni bir tinga olmasdan faqat men erimni rozi qilsam bo'ldi. Men erimni roziligini olishim kerak desa, sizlarga yoqadimi? Yoqmaydi. Borib sochini yulib kesinglar kerak. Mana shu bo'lajak qaynonaman deyotganlar, sal gapinglarni o'ylab gapiringlar. Gapirishdan oldin qaynona darajasiga yetib olinglar va qaynonasi bilan baxtli yashayotganlar, qaynonasidan ko'p narsa o'rganayotganlar, iltimos kommentariyada yozib ketinglar, bilsin yaxshi qaynonalar borligini.